Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Buxoro tumani 3-maktabning oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Bundan tashqari Buxoro davlat institutining 1-kurs magistrantiman. Prezidentimizning ta'lim sohasini isloh qilishdagi sa'y-harakatlari va o'z pedagoglar va o'quvchilar uchun yaratib bergan imkoniyatlari uchun butun ta'lim ahli o'qishdan minnatdor. Birgina sertifikatlash tizimining joriy qilinishi orqali joriy yilda men vazir jamg'armasidan ustama olishga, attestatsiyadan eng yuqori ballni qo'lga kiritib, qo'shimcha 70% ona tilidan milliy sertifikatni qo'lga kiritib, yana 50% ustama olish baxtiga musharraf bo'ldim. Prezidentimizning 2025-yil 15-sentyabr kuni Renessans oromgohida bo'lib o'tgan uchrashuvda biz uchun bir qator yangiliklarni aytib o'tdilar. Bu bizni yanada kuchli o'z sohamizda ishlashimizga, bir motivatsiya va shijoat bilan ish olib borishimizga turtki bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Birgina boshlang'ich o'qituvchilar uchun qo'shimcha 15% milliy sertifikatning joriy qilinishi bu boshlang'ich o'qituvchilar uchun katta bir yangilik bo'lib xizmat qildi deb o'ylayman. Bundan tashqari o'zim o'qituvchi oilasida tug'ilganman. Opam ham o'zim ham to'lov kontrakt asosida davlat oliygohga o'qishga qabul qilinganman. Bu albatta oilamizda ozgina qiyinchilik tug'dirgan, chunki opam o'qishni tugatgan paytlardan keyin men ham to'lov kontrakt asosida o'qishga kirganman. Bu hozirgi kunda esa prezidentimizning to'lov kontrakt asosiga kirgan o'qituvchi oilasidagi farzandlarga 300% chegirmani chegirma haqidagi qarorni taqdim etganliklari bu albatta ular uchun bir qator qulayliklarni yaratib beradi. Hozirgi kunda eng katta faxrim shundaki, 3-maktab direktorimiz Gulbahor Abdurasulovna bilan birgalikda bepul onlayn attestatsiya guruhini tashkil qilganmiz. Bu orqali o'qituvchilarni hozirgi kunda 2000 nafardan ortiq o'qituvchilarga bepul dars o'tib kelmoqdamiz. Bu orqali nafaqat o'z hududimdagi, balki butun respublikamizdagi ta'lim sifati va pedagoglarning malakasini oshirishga o'z hissamni qo'shib kelmoqdaman. Kelajak avlodga sifatli ta'lim berish yo'lida xizmat qilish mening eng asosiy vazifamdir. Prezidentimizning ta'lim sohasidagi va tashabbuslariga befarq bo'lmagan holda ularni yuksak qadrlayman va kelajakda hayotda tatbiq etish yo'lida doim labbay deb turishga va'da beraman. Fursatdan foydalanib respublikamizdagi barcha pedagoglarni va o'zimning hamkasblarimni o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin yurakdan muborakbod etaman.